Rasululloh unga tushida ko'rsatgan kishini qildi. Hamma keldi, hamma nafaqani olib oldi. Lekin haligi odamlarni topmadi. Hamma keldimi deb so'radi. Ha deyishdi. Yaxshiroq o'ylaninglarchi. Ularga to'xtanglar. Mag'ribdan kelgan ikkita odam bor. Mag'ribda ikkita odam bor. Shular kelmadi deyishdi. Shunda Nuriddin Zankiyni qalbiga olishib ketdi. Olib kelinglar ularni. Ularni olib keldi. Nuriddin Zankiy ularni ko'rdi-yu, darrov tanidi. Rasululloh tushida ko'rsatgan mana shu ikkita kishi sanqish. Ularga qayerdan sizlar? Mag'ribdanmiz, haj qilgani keldik. Hajdan keyin mana shu muborak joyda turishni ixtiyor qildik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujrasiga yaqin bo'lgan joyda ijaraga olib shunda turishgan bo'ladi. Sulton, rostini aytinglar dedi. Ular yana shu so'zni takrorlashdi. Sulton qayerda turishligini so'radi ulardan. Ular Rasulullohning hujrasiga yaqin bir yerda joy olib turganligini aytishdi. Odamlar maqtab ketishdi. Ular badavlat odam ekan, har kuni sadaqa qilishadi, doim namozda bo'lishadi, Baqiy qabristonining ziyoratiga juda tez chiqishadi deb gapirib maqtab ketishdi. Sulton ikkalasini ushlab turinglar deb qo'ydi-da, aytilgan ularning uyiga bordi, kavlangan tuproqni topdi. Sinchkilab qaraganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasi tomonga qarab kavlanayotgan bir chuqurni ko'rdi.